Hurmatli obunachilar, mana og'aynim kelib 3 ta molni 64 millionga olibdi mana. 64 millionga. Bashlikda yarimtasi qaysi? Ha. Mana og'aynim kelibdi, mana og'aynim. Mana. Like подписки repost qilishaymisizlar. Ketib qolgan u. Men bilasan, men bunday qildim-ku deydi. O'ta gapirmaysanmi dedi. Men bunday qildim-ku deydi. Qo'limni qitqiladi. Voy, Dallollar sekretini yetib qo'yapti. 16 million nech pul bo'lyapti? 6 million 500. 16 yarim qilayotgan ekan. Mana shu mollar. Olish kerak. O'tib beraman 100 million. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Nech pul qilyaptilar? Bunisini so'rayapti. Ha, bunisini men nech pul? 16 million 400 ming qilyapti. Oh. Undan bunisiga o'tib ketdi. Mana. Yarımga borib sizlarga. Chek beraman, haqida gap. Chek o'tib beraman o'sha aytgan. Yirik. Ertalar 17,5 bermagan ekanlar. Angus. Nech pul bo'ldi bu? Rashrat. Yetishmaydi. Kam bo'lsa Bo'lsa. Bo'lmaydi. Yo'q. Rosa bo'ldi. Bitmadi obunachilar mana. Mana shu molimiz bitmadi. Bu kim oladigan bo'lsa nomeringizni aytib yuboring. Telefon qilishadi. Ayting nomeringizni. 97lik. Ha. 011 013. Ha. 8080. Mana shu nomerga telefon qo'yasizlar. Mana shu akam o'zlari qilib beradilar. Yil 12 oy mollari bo'ladi. Xudo xolasa, bor. Qilaveringlar telefon. Bor. 24/7 ishlashadi.